Opa-singillarimiz, Nejibina do'konimga chiqdim. Sizlar sevgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Lolapamni ko'rgani ketdilar. Mana Lolapam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sevaraxon, singiljonim, mana menga juda ham yoqyapti. Mana bularingiz qarang, rangi. Qarang. Yoqdimi? Yaxshimi? Ha, menga yoqdi. Lolapam shulardan olyaptilar o'zlariga. Hozir tanlamoqmiz. Materiali yaxshi ekan, juda ham. Mana buni qarang, mana bunaqa qilib, bantiklarni qilib qo'yamiz, mana qarang. Ana. Sizga chiroyli, juda ham. Mana modelidan ham qarayaptilar hozir. Ranglari har xil ranglari bor ekan. Tovarlar yoqdimi Menga shu ma'qul Lolapam? bo'lyapti. Yaxshi bilasizmi? Eng kerakligi o'sha hamma badani havo oladigan matodan olgisi keladi. Mana shunaqa kiyimlarni olib kelasiz, Sevaraxon, singiljonim. Sizlar xursandchilik deyman-da. Baraka toping. Ilohim topganingizni barakasini bersin. Xayrli bo'lsin ishlaringiz. Rahmat, aytganingiz kelsin. Tashrifingiz uchun katta rahmat Lolapam. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat.